Guinness World Records, the global authority on record-breaking achievements since 1955. Turkiy dunyo madaniyat poytaxti deb nom olgan Andijon viloyatida bugun aynan bayramlarning ilk lahzalari boshlanmoqda. Bu nafaqat Andijonni, balki O'zbekiston xalqining alohida bir ramziy kunlaridan biri. Ya'ni bu madaniyatni, san'atni, xalqimizning ma'naviyatini butun dunyoga targ'ibot qilish an'analari. Shu onlarda bir on dasturni ilgari surishni maqsad qilib oldik. Bu ham bo'lsa, madaniyatni, san'at turini tanlab oldik. San'atning esa raqs yo'nalishini tanladik. Andijon polkasi hammalarga ma'lum, butun dunyoda sevib, eshitilib, har qanday insonni yuragini jumbushiga keltirib o'ynashga, ya'ni raqs kutishga jalb qiluvchi san'at turi hisoblanadi. Bu raqs san'at turini aynan Andijonda Guinness rekordlar kitobiga, ya'ni bu yerda bir vaqtni o'zida, bir joyni o'zida 20 ming andijonlik bir xil uslubda Andijon polkasiga raqsga tushadilar. Bu bo'lsa O'zbekistonimizdagi san'atga bo'lgan e'tiborni, xalqning qiziqishini anglatadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bugun yo'lda ketayotgan har qanday andijonlik do'stlar Andijon polka muzikasi haqida ikki og'iz muzikani qo'ysangiz, u muzikaga tezkorlik bilan o'ngga tushib keta oladilar. Bugun har ikkala ijodkorni ijod namunasi shakllandi. 20 ming nafar andijonliklar Andijon polkasi raqsiga bir vaqtda o'zida bir joyda turib raqs ijro qildi. Demak, bu Guinnesslar kitobining ro'yxatga kiritish maqsadida tashkil etilgan tadbir. Biz bu tadbirdan juda xursand bo'ldik va shu andijonlik 60 dan ortiq baletmesterlar, Toshkentdan taklif qilingan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qahhorov rahbarligida shu raqs harakatlarini 20 ming nafar insonga, odamlarga o'rgatdik. It's a great pleasure for me to officially announce Andijon, Uzbekistan as the new Guinness World Records title holder for the largest Uzbek folk dance with 479 participants. Congratulations, Andijon!